adolati bilan mashhur bir xalifa bor edi. Hazrati Umar. U o'z kuchi bilan emas, adolat bilan hukm yuritgan, adolat tarozisini hech qachon xato qilmay ushlab turgan inson edi. Uning davrida odamlar nafaqat o'z hukmdorlarni, balki vijdonlarni ham ko'rardilar. Har bir qarorida haqning ovozi eshitilardi va mana shu hikoyada biz uning adolat tushunchasini chuqur his qilamiz. Bir kuni xalifaning huzuriga bir keksa ayol keldi. Uning ustida eski yirtiq kiyimlar, ko'zlarida ham charchoq ham umid bor edi. Ayolning qadamlaridan hayotning og'ir yukini uzoq vaqtdan beri yelkasida ko'tarib kelayotgani ma'lum edi. Qo'llari titrab, xalifaning oldida turdi. "Ey mo'minlarning amiri", dedi u, "mening haqqim o'g'irlab olindi. Kuchim yo'q, ovozim eshitilmayapti. Senga keldim, chunki bilaman, sen adolatning ramzisan." Hazrati Umar ayolning so'zlarini katta e'tibor bilan tingladi. Uning yoshiga ham, kambag'alligiga ham qaramadi. Uning uchun bu ayolning so'zi saroyda aytilgan buyruq kabi qadrli edi. "Ayt, ey ayol", dedi u, "qaysi haqqing yetdi? Kim senga zulm qildi?" Ayol chuqur nafas oldi. Ko'zlari yoshga to'ldi. U qo'shnisining ko'p yillar davomida ekib, orib kelgan kichik dalasini nohaq olib qo'yganini aytib berdi. Uning kuchli qarindoshi bor edi. Ayol kimga murojaat qilmasin, ovozi o'chirilgan edi. Oxir-oqibat umidini xalifaga kelishda topdi. Xalifa darhol harakatga o'tdi. Oddiy kiyimlari bilan ayolning yonida yurib ketdi. U bilan birga ko'chalardan o'tayotganda odamlar hayrat bilan qarashardi. Ulkan xalifa bir keksa ayolning dardi uchun uning orqasida yurardi. Hazrati Umar nazdida bu holatning hech qanday ahamiyati yo'q edi. Uning uchun katta-kichik yo'q edi. Zulmga uchragan har bir inson davlatning eng muhim masalasi edi. Voqea joyiga yetib kelgach, dalani nohaq olgan odam bilan yuzma-yuz kelishdi. Odam magrur, takabburona tarzda xalifaning huzuriga chiqdi. "Bu ayol yolg'on gapiryapti", dedi u, "bu yer meniki. Mening kuchim, mening oilam bor." Shu payt xalq ularning atrofida to'plana boshladi. Hamma xalifaning qanday qaror chiqarishini qiziqish bilan kutardi. Hazrati Umar boshini ko'tardi va olomonga qaradi. Ovozini baland ko'tarib, "Ey odamlar", dedi. "Yaxshi bilib olinglar, agar kuchlining nohaqligiga ko'z yumilsa, zaifning haqqi poymol qilinsa, Allohning g'azabi tushadi. Bu yer Allohning omonatidir. Bu inson Allohning omonatidir. Hech kimga boshqasining haqqini olishga ruxsat berolmayman." Odam nimadir demoqchi bo'ldi, lekin Hazrati Umarning nigohlari oldida tili qurib qoldi. Xalifa keksa ayolning dalasini unga qaytarib berdi. So'ngra nohaqlik qilgan odamga yuzlanib, "Sen o'yladingki, kuching seni qutqaradi. Ammo adolat oldida eng kuchli ham, eng zaif ham birdir. Bugun bildingki, bu yerlarda adolatdan ustun hech narsa yo'q", dedi. Ayolning yuzi yorishdi. Ko'zlaridan oqib tushgan yoshlar endi gam emas, quvonch yoshlari edi. Titrayotgan qo'llari bilan xalifaning qo'liga tegdi. "Alloh sendan rozi bo'lsin, ey mo'minlarning amiri", dedi. "Bugun menga haqqimni qaytarding, yolg'izligimni bartaraf qilding." Xalifa esa unga tabassum qilib, "Men faqat vazifamni bajardim. Asl adolat egasi Allohdir. Biz esa uning huzurida bir qulmiz", deb javob berdi. O'sha kundan keyin xalq orasida bu so'zlar tarqala boshladi. Umarning adolatidan qochib bo'lmaydi. Kuchli bo'lsang ham, zaif bo'lsang ham, uning tarozisida tengsan. Bu hikoya avlodlardan avlodlarga o'tdi. Chunki adolat faqat sud devorlarida emas, odamlarning qalblarida yashasa haqiqiy bo'ladi. Hazrati Umarning nomi shu sababli unutilmadi. Va bu hikoya bizga shunday pichirlaydi: agar bir jamiyatda zaif o'z haqqini qo'rqmasdan ola olsa, mana shu yerda haqiqiy adolat bor. Agar kuchli nohaqlik qilishdan qo'rqsa, mana shu yerda tinchlik bor. Hazrati Umarning adolati faqat o'tmishning hikoyasi emas, bugunimiz va ertamizning ham yo'l ko'rsatuvchisidir. Ey qadrli tinglovchi, agar bu hikoyadan ta'sirlangan bo'lsang, adolatning ovozini ko'proq odamlarga yetkazish uchun kanalimga obuna bo'lishni va bu videoni yoqtirishni unutmang. Chunki adolat hikoyalari ulashilganda ko'payadi, qalblarga singadi. Biz ham har yangi hikoyada birgalikda o'tmishning nurini kelajakka olib boramiz.